Tom eski, yuk ko'tara olish qobiliyati pastroq. Agar standart panellardan foydalansam, xavfli bo'lib qolmaydimi? Ko'pchilikda shu kabi savollar bor. Biz bilamizki, standart panellarning og'irligi 28 kg dan 33 kg gacha, ba'zilarniki esa 37 kg gacha bo'lishi mumkin bo'ladi. Biz bilamizki, barcha tomlar ham ushbu og'irlikdagi quyosh panellarini ko'tara olmasligi mumkin. Shuning uchun Longi kompaniyasi aynan yuk ko'tara olish qobiliyati past bo'lgan tomlar uchun maxsus lightweight, ya'ni yengil quyosh panellarini ishlab chiqardi. Ushbu quyosh panellarining og'irligi 16,3 kg gacha borib, ularning samaradorligi 24,8% gacha yetadi. Ushbu quyosh panellari yengil bo'lishiga qaramasdan, dizaynda bir qancha o'zgarishlar bo'lganligini hisobiga mexanik mustahkamligi 20% gacha kuchaytirilgan. Ushbu quyosh panellari 12-darajali to'fonga, 25 mm do'l sinovlariga hamda 3,6 metrli qor sinovlariga bardosh bera olgan. Endi sizda eski tomlar bo'ladigan bo'lsa, xavotir olmang. Longi kompaniyasining maxsus yengil quyosh panellaridan foydalanib, energiya tejamkorligiga erishishingiz mumkin.